Növətdə Cenevada çağırılıbatqan BDT Kişilik Hüquq Kengişinin 54-cü növətlik yığınğa qatnaşıyatqan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa, Qurultay bayonotchisi və Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkin başçılığındakı heyət BDT'nin Cenevadakı mərkəzində bir yürüyüş, mühim uçuruşlar və söhbətlərdə bolğan. Dolqun İsa əpəndining bildirişçə, BDT Kişilik Hüquq Kengişi 54-cü növətlik yığınının 26 sentyabr günündəki münazirəsində Norvegiya başçılığındakı 10-ğa yaxın Qərb dövlətinin vəkilləri söz qılğan. Ular Xitayning Sharq Türkistanda yürgüzüyotgan insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarini qattiq ayıplash bilan birga, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni darhol to'xtatish haqida ogohlantirgan. Yığında Şimali Koreya, Suriya və Sudan qatarlıq Xitayga mahil bir qism dövlətlərdən vəkilləri Xitayning Uyg'urlarga yürgüzüyotgan bostirish siyosatini oqlashga uringan. Amerikadagi Dialog fondi tutqundagi Uyg'ur folklorshunos Xinjiang universitetining professori doktor Rahila Davudning umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligini dalillab zo'r inkas qo'zg'adi. Rahila Davudga o'xshash Uyg'ur folklori va mozar tadqiqoti sohasida xalqarалық shon-sharafga ega bo'lgan bir bilim odamining bundaq og'ir jazoga uchrashi uning masalasini bildigan, ko'ngil bo'liyotgan barliq kishilarni qattiq qayg'uga solgan, ham qattiq g'azablantirgan. Albatta, bu uning Amerikada yashaydigan qizi Aqida Po'lat uchun to'limi og'ir azob hisoblanadi. U bu vaqtda Xitoy hukumati o'zining qanchalik rahimsizligini dunyoga oshkorlab berdi deb ta'kidladi. U mundaq dedi: "Men xabarni anglab ko'nglim bak yerim bo'ldi, ham bak ochiqlandim. Opam faqat xizmati va tadqiqoti bilan shug'ullangan bir oddiy ayol edi. Opam faqat Uyg'urlarning madaniyatini saqlab qolish uchun xizmat qilgan. Xitoy hukumatining opamni umrlik qamoq jazosiga hukm qilishi Xitoyning qanchalik rahimsizligini dunyoga ko'rsatib berdi. Bu ham Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotishga urinayotganligining isboti." Türk dünyasındaki aktif faaliyetlari bilan tanilgan Azerbaycanlik parlament a'zosi va akademik Ganira Pashayeva kasal sababli vafot bo'lgan bo'lib, poytaxt Bakuda meyit namozi tushirilib yerlikka qo'yilgan. Azerbaycan parlament a'zosi Ganira Pashayeva xonim ko'p qatim dunyodagi butun Turkiya xalqlarini ittifoqlashib, Türk dunyosidagi Qrim, Uyg'urlar diyori, Qorabog' va Iroq, Suriyadagi turkmanlarning masalalariga ega chiqishga chaqirgan edi. Amerika hukumat amaldorlarining bildirishicha, Xitoy xakerlari bu yil Microsoft supsiga bosib kirgandan keyin Amerika davlat ishlari kotibiyatining hisobotidan 60 ming parcha elektronlik xatni ziyorat qilgan. Microsoft 7-oyda Xitoy davlatiga bog'langan xakerlarning maydan boshlab Amerika savdo va davlat ishlari mahkamasi qatorliq 25 tashkilot va hukumat organlarining elektronlik xat sanduqiga singib kirganligini aytgan edi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi 51 yillik mushkilik diplomatiyasi Beijingning to'xtamni uzartmaslik qarori sababidan oxirlashdi. Mushkilik diplomatiyasi 1972-yili ikki davlat o'rtasidagi munosabatni yaxshilash uchun Xitoydan Amerikaga avatilgan mushkilik bilan boshlangan. Pokistonning Baluchiston o'lkasining Mastung rayonidagi Madina masjidiga yaqin joyda o'zini qo'shib portlatish yuz bergan. Bu asnoda masjidda mavlud faoliyati o'tkazilayotgan bo'lib, voqeada 51 odam o'lib, 130 dan ortiq odam yaralangan. Egilinishcha, bir kishi masjid atrofidagi bir soqchi mashinasining yanida o'zini qo'shib portlatgan.